Tomni nima bilan yopgan yaxshi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga konteyner materialdan tom yopish xizmatini taklif qilmoqchiman. Usta akalarimiz bilan bog'lanib, qanchadan xizmat ko'rsatish haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'ida. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Vodiy bo'ylab yetkazib berish mutlaqo tekin. Bundan tashqari, eniga 28-30 metrgacha bo'lgan, uzunligi cheksiz uylar, shkalatlar, molxona, omborxona, to'yxona va mini stadionlarni ham yopib berish xizmatlari bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.